Assalamu alaikum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Ba'zida biz kompyuter mashg'ulot qilganda o'xshamagan ikki xil mashg'ulot qilish uchun ham qulaylik bo'lsin uchun qo'shimcha ekronga muhtoj bo'lib qolamiz. Shunga bu yerda men Windows 10 da qanday qilib kona xotir kompyuterni ikkinchi qo'shimcha ekran sifatida ishlatish usulini so'zlab o'tmoqchiman. Bu bo'lsa 7-8 yil qolgan kon kompyuter. Bu yangi. Oldi bilan ikisini ulash uchun bu konu kompüterninki bu üstel yüzüde mouse'un old taraf knopkasını baskandan keyin bu ko'znak açıldı. Bu ko'znakdan şöyle deganini tanlasak. Bu ko'znak açıldı. Men ona konu kompüterni Xitoycha va Xitoycha shu pet açıverdim. Bu tanlash old taraf ko'znak tanlashdan astiga tushirib koyun atısı diyen bu talaşını baskandan keyin bu yerda 3 xil talaş çıktı ko'znak. Buni men birinchi qatim ochgan chog'da bu 3 talashni tanlag'ili bo'lmaydi. Ustida Vision Shenshi deb bir tushunchasi chiqqan. Buni men yangi kompyuterda ko'rsatay. Bu yangi kompyuterim inglizcha. Bu yerden project into this PC'ni bassak, bu ish tanlashni tanlag'ili bo'lmaydi. Tunji qatim ulg'an vaqtda. Bu yerda add the wireless display optional features to project to this PC deb. Optional features'ni bassak, bu yerda feature'ni bassak, basgandan keyin bu yerga wireless deb kirsak, wireless display deb chiqdi. Chiqqandan keyin buni qachilishimiz kerak ekan. Qachilgandan keyin men buni qachilmay, endi kompyuter qachilib bo'lgan. Buni qachilgandan keyin bu 3 tanlash ochildi. Bu 3 tanlash nima uchun? Bu 3 tanlash normalde bu itikal etib turdi ekan. Men buning birinchisiga har qanday vaqt ishlatish bo'ldi deganni tanladim. Bu ikkinchi tanlashda birinchi qatim ulg'an chog'da eskartish berildi deganni tanladim. Bu uchinchisi ping ikkisini boshlashda ulg'an chog'da ping ketamdi deganga men bunga ketmaydi degan qildim. Asosan uyda ishlatilgan bo'lg'achqa. Bu tugagandan keyin endi bu yangi kompyuterga kelib bu eng asti o'ng tarafdagi bu ko'znakni bosgandan keyin bu yerda project deb chiqadi. Projectdan extendni tanlaymiz. Tanlab bo'lgandan keyin ikkisini ulaymiz. Connectni bosgandan keyin bu mening konu kompyuterim. Bu kompyuter chiqdi, buni bosgandan keyin ikkisi ulandi hozir. Ikkisi ulandi. Men bir narsani deb qo'yishni unutib qoldim. Bu konu kompyuterda tor yo'q holatda ulandi. Jumla. Hozir ko'rsatib qo'yay. Buni uzib etib turibman. Disconnecting. Buni bu hozir to'g'ri yo'q holatda. To'g'ri uloqsiz. Men qaytib kelsam, connect. Bu konu kompyuterni tanladim. Ulandi hozir. Ulandi. Şimdi bu yangi kompyuterda men bir Torbetni açtım. Buni men buni YouTube kanalini açay bo'ldi. YouTube kanalini açgandan keyin men bu ko'znakni tortib kelib bu ekranga qo'ydim. Buningda men izlamoqchi bo'lgan bir narsani izlab Google'dan. Bu qo'shimcha ekranda Torbetdan
açılgan uçurlarını hemen bu ikinci ekranlarda Word, Excel bulamda başka oxşamagan meşguliyet yapıp alsam buldu. Qo'shimcha ekrandan foydalanib. Biz brendimiz bu mishagichib olsun. Sizlarga yordami bo'lishini umid qilaman. Rahmat.